Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar uchun X90 Plus avtomobilini tayyorlab qo'ydim. Probegligazlar ko'rib turganingizdek, полный top-toza kraskasi, 20 diskalar zavodskoy kelgan, premium klass balonlar taqilgan, $500 balonni o'zi, где-то probegi 1000 km mal yurmagan. Yangi yaqinda taqishibdi. Xo'p, e'tibor beramiz, bu dubayskiy emas, O'zbekiston bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan model. O'zbekistonda ob-havosiga javob beradiganidan. Xo'p, buni komplektatsiya slipoy zona, motor 1.6 turbo, ko'rib turganingizdek. Xo'p, elektropaket sideniyalari, pamять sideniyalari bor, klimat kontrol, xolodilniklari ham bor. Orqada mana mazza qiladigan joyim bu X90 Plusga orqadagi klimati. Ko'rib turganingizdek, panorama lyuklari. Mana bu bardovi ko'za nima deyapti? Mashina tinniq holatda, tezda shoshilamiz. Hozirda chegirmada narx turibdi. Agar kimga kerak bo'lsa, xudo xolasa sizlar uchun $23,000 ga baraka qilib beraman. Pastda nomerlarni qoldiraman, tezda aloqaga chiqinglar. Menda nomdan chiqsalaringiz xudo xolasa yana chegirma qilib berishadi. Kunlar xayrli olsun.